Assalomu alaykum. Qadrli baland qadrdonlarim. O'tgan safarga boshlagan o'tganimizning oxirini yetirdik. Projektor stroykalarini qo'yib, nasib etsa diklab qo'ydik. Endi krossga tayyor bo'ldi. Har bir kunga ishlarni toza obyektlarni ko'rsatib boraveramiz. Bu obyektimiz Shavotdan Urganchga qarab yetish Sputnik yo'lida. Sputnikga kechdan metan zapravkadan o'tgandan keyin benzin zapravka va benzin zapravkadan sal o'tgandan keyin toza zapravka bo'ladi bu. Propan, benzin, tok zapravkasi tez orada ishga tushadi nasib etsa. Shuningdek ishlarimizni, videolarimizni qo'yib boraveramiz. Ko'rib kuzataverasizlar. Har xil turdagi damirdan bo'lgan buyumlarni yoki bo'lmasam bir temirdan nov bo'ladigan bo'lsa xizmatdamiz, aytaverasizlar. Zakaz qabul etamiz. Rishotgani xohlagan turlaringizni yasab beramiz. Shuningdek görüp baha boraverasizlar. Ro'zalar bilan charchamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.